Tushda oltin konini ko'rish. Tushda oltin konini ko'rish ko'pincha katta daromad, moddiy farovonlik va muvaffaqiyat belgisi sifatida talqin qilinadi. Bu tush sizni kelajakda yaxshi imkoniyatlar kutayotgandan darak berishi mumkin. Oltin yerni qazib olish orqali topiladigan boylik bo'lgani uchun bunday tush sizning ichki salohiyatingiz va ishlatilmagan imkoniyatlaringiz borligini bildirishi mumkin. Hayotingizda katta omadlarga erishish uchun yangi yo'llarni o'rganishingiz kerak bo'lishi mumkin. Agar tushda siz oltin konida ishlayotgan bo'lsangiz yoki oltin qaziyotgan bo'lsangiz, bu omadga erishish uchun ko'p mehnat qilishingiz kerakligini bildiradi. Bu sizning sabr toqatli va qat'iyatli bo'lishingizni talab qiladigan jarayonni anglatishi mumkin. Agar tushda oltin koni xavfli yoki qo'rqinchli tuyulsa, bu sizga nisbatan kimdir hiyla ishlatayotganini yoki aldovga uchrashingiz mumkinligini anglatishi mumkin. Ayniqsa, agar oltinni topish yoki olish qiyin bo'lsa, bu ogohlantiruvchi belgidir. Oltin faqat moddiy boylik emas, balki ma'naviy jihatdan ham qadrlanadi. Agar tushda oltin koni yorug' va porloq ko'rinsa, bu sizning ichki dunyoyingizda tinchlik va boylik borligini bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.